Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Toshkentdagi yana bitta ishlarimizdan bittasini bitirdik. Xudo xohlasa, to'rtburchak naqshdan qildik. Ishimizni qanaqa chiqqanini ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri bo'yashga tayyor qilib, ustanobga qilganmiz. Bu joyimiz Toshkent Qibray bo'ladi. Katta ob'yom, juda oldi taraflari ham, boq taraflari ham bor. Ishimizni ko'rsangiz bo'ladi. Taraflar ham bor. Pastki qismlari ham qilingan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib, ustanobga qilib beramiz. Ishimizni qanaqa chiqqanini ko'rsangiz bo'ladi. Bu taraflarga ham, bu tagi qismiga ham, ko'cha taraflarga ham qilganmiz. Shunaqa katta ob'yomlarda bo'lsa ham kelib qilib beramiz. Ishimizni ko'rsangiz bo'ladi. Bo'yashga tayyor bo'lgan. Xudo xohlasa, bitta ham to'shki nimasi ko'zanak qo'ygan joyi yo'q. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, murojaat qilaverasiz.